AQSh prezidenti Donald Tramp agar Eron kelishuvga erishmasa, barcha do'zax Eronga yog'adi deb tahdid qildi. Bu Tehron rad etgan ultimatum. Eronning yuqori lavozimli harbiy ofitseri general Ali Abdullohi Aliyabadi Trampning ritorikasini takrorlab, "Siz uchun do'zax eshiklari ochiladi" dedi. Shanba kuni Eron Fors ko'rfazi davlatlari Iroq va Isroilga yana raketalarni otdi, ushlangan raketalarning parchalari zarar yetkazdi. O'shandan beri kechasi Isroil, Bahrayn, Kuvayt va BAAga yana hujumlar haqida xabar berilgan. AQSh va Eronning tahdidlari juma kuni Janubiy Eron ustida AQShning F-15 qiruvchi samolyoti urib tushirilganidan keyin ikkala mamlakat ham bedarak yo'qolgan amerikalik ekipaj a'zosini qidirayotgan bir paytda paydo bo'ldi. AQSh ommaviy axborotlariga ko'ra, uchuvchi qutqarildi. Eron davlat ommaviy axborotlarining xabar berishicha, bedarak yo'qolgan AQSh qurol tizimlari xodimini qidirish uchun shu mintaqada AQSh-Isroil havo hujumida kamida 4 kishi halok bo'lgan. Islom inqilobi qo'riqlarchilari korpusi bilan bog'liq Tasnim axborot agentligining xabari berishicha, Dehdasht shahridagi telekommunikatsiya minoralariga raketa zarbalari berildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan videolarda yuzlab odamlar bedarak yo'qolgan amerikalikni qidirishga qo'shilish uchun Eronning janubiy-g'arbiy qismidagi tog'li hududga yo'l olgani ko'rsatilgan. Eron rasmiylari fuqarolarni bedarak yo'qolgan ekipaj a'zosini tirik holda topishga yordam berishga chaqirmoqda va uni qo'lga olish uchun mukofotlar taklif qilmoqda. Urib tushirilgan samolyotni qidirish va qutqarish bo'yicha dastlabki missiyaning bir qismi bo'lgan AQShning A-10 Warthog samolyoti ham otib tashlangan va shikastlangan. Ammo uning uchuvchisi Fors ko'rfazi ustidan uchib ketganidan keyin qutqarilgan. 27 mart kuni Tramp Eron kelishuvga erishishi uchun energiya stansiyalariga hujumlarni 10 kunga to'xtatib turishini e'lon qilgan edi. Shanba kuni u Truth Social nashrida agar ular buni qilmasalar yoki Hormuz bo'g'ozini 48 soat ichida qayta ochmasalar, barcha do'zax ularga hukmronlik qiladi degan tahdidini takrorladi. Eron tahdidlardan voz kechdi va Trampning talabini rad etdi. Eron Markaziy harbiy qo'mondonligining generali Aliyabadi Trampning tahdidini ojiz, asabiy, muvozanatsiz va ahmoqona harakat deb atadi. Hatam al-Anbiyo markaziy shtab-kvartirasining vakili Ibrohim Zulfag'ari qo'shimcha qildi. Agar dushmanlik kuchaysa, butun mintaqa siz uchun do'zaxga aylanadi. Eron Islom Respublikasini mag'lub etish illyuziyasi